Prezident Mirziyoyev, u mening do'stim. Donald Tramp Vashingtonda bo'lib o'tgan Tinchlik kengashining birinchi sammitida O'zbekiston yetakchisini shu tarzda tanishtirdi. President Mirziyoyev of Uzbekistan and a friend of mine. Oldindagi 3 daqiqa davomida prezident Shavkat Mirziyoyevning 17-19 fevral kunlari Qo'shma Shtatlarga amalga oshirgan amaliy tashrifi, Tinchlik kengashining birinchi yig'ilishidagi ishtiroki mavzusini imkon qadar sodda va tushunarli tarzda bayon etishga harakat qilaman. O'zbekiston va AQSh munosabatlari bugun tarixdagi eng yuqori bosqichga chiqqan. Oxirgi 6 oy ichida O'zbekiston prezidenti AQShga 3 marta tashrif bilan bordi. Oxirgi 6 oyda ikki mamlakat yetakchilari jami 4 marotaba yuzma-yuz ko'rishib, 2 marta telefon orqali muloqot qildilar. Siyosiy aloqalarning rivojlanishi biznes va investitsiyaviy hamkorlikka turtki berdi. O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi oxirgi yillarda 4.7 barobarga oshib, 2017-yildagi 215 million dollardan 2025-yil yakunida 1 milliard dollarga yetdi. Prezidentimizning AQShga bu galgi safari amaliy, ya'ni ishchi tashrif maqomida edi. Odatda amaliy tashriflarning kun tartibi rasmiy yoki davlat tashriflariga nisbatan ham mazmun, ham dastur jihatidan qisqaroq bo'lib, xalqaro anjumanlarda ishtiroknigina nazarda tutadi. Ammo O'zbekiston yetakchisi uchun bunday emas. Prezident Shavkat Mirziyoyev uzoq masofa bosib, qaysidir xorij davlatiga borar ekan, tashrifning qanday maqomda ekanligidan qat'iy nazar har doim xalq manfaatiga xizmat qiladigan aniq natijalar bilan yurtga qaytishni ko'zlaydi. Bu galgi tashrifda ham prezidentimiz faqat sammitdagi ishtirok bilangina cheklanib qolmay, AQSh savdo vaziri hamda ushbu mamlakatning bank va moliya korporatsiyalari rahbarlari bilan muhim uchrashuvlar o'tkazdi. Mazkur davlatning eng yirik ishbilarmonlari ishtirokida davra suhbati ham bo'lib o'tdi. Unda qatnashganlar orasida bir necha trillion dollarlik kapitalga ega, Yevropaning mana-man degan davlatlaridan-da boyroq bo'lgan BlackRock kabi kompaniyalar vakillari ham borligi AQSh yirik biznesi doirasida O'zbekiston iqtisodiyotiga sarmoya kiritishga bo'lgan qiziqish qanchalik kuchli ekanligini ko'rsatadi. Uchrashuvlar yakunida O'zbekistonda yoqilg'i quyish shoxobchalari tarmog'ini qurish, yomg'irlatib sug'orish texnologiyalarini joriy etish, muhim minerallarni qazib olish va yetkazib berish, moliya bozorini rivojlantirish bo'yicha ikki tomonlama muhim hujjatlar imzolandi. 19 fevral kuni Vashingtonda Tinchlik kengashining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. AQSh prezidenti Donald Tramp tashabbusiga ko'ra tashkil etilgan ushbu yangi xalqaro tuzilma G'azo sektorini qayta tiklash va mintaqada tinchlik, barqarorlikni ta'minlashni maqsad qilgan. Markaziy Osiyodan O'zbekiston va Qozog'iston ushbu tashkilotning ta'sischilaridan bo'lishdi. Birinchi sammit davomida Donald Tramp prezident Shavkat Mirziyoyevni tanishtirar ekan, mening do'stim deya atadi. President Mirziyoyev of Uzbekistan and a friend of mine. Mamlakatimiz yetakchisi esa sammitdagi nutqi davomida O'zbekiston G'azo sektorida turar joylar, bolalar bog'chalari, maktab va kasalxonalar barpo etish yo'lida imkon qadar hissa qo'shishga tayyorligini qayd etdi. Bu orqali O'zbekiston yangi G'azoni barpo etishdek tarixiy jarayonning muhim ishtirokchisiga aylanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Amerika Qo'shma Shtatlariga bu galgi tashrifi, samarali ishbilarmonlik uchrashuvlari, muhim kelishuvlar va tarixiy sammitdagi ishtirok bilan yodda qoladi. Do'stlar, ushbu rubrika orqali katta siyosatdagi muhim voqea hodisalarni qisqa daqiqalarda sodda va tushunarli tarzda bayon va tahlil etishni niyat qilganmiz. Agar u sizga manzur kelayotgan bo'lsa, izohlarda fikringizni qoldiring, like orqali munosabat bildiring, sahifamga obuna bo'ling va biz shundan kelib chiqqan holda mazkur rubrikani muntazam tayyorlab boramiz.